Bahor va yozgi sizlarga 4 xilda assortiment atirlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Morskoy va jenskiy. Xo'p, birinchi ko'rsatilgan atirimiz Morskoy atir Afnan. Buni ham erkaklar biladi. Buni ko'ki va seriyasi bo'ladi. Bunisi xo'p bahor nam havoga ajoyib hid berib turadi va stokligi ham ko'p. Keyin ikkinchi varianti Severak atir. Severak atirimiz Morskoy jenskiy ketaveradigan atir. Bu unisex deyiladi buni. Xo'p bu o'rmon hidini berib turadi. Ajoyib. Keyin uchinchi variantimiz Louis Vuittonning Dubai varianti, qulay, qimmat emas, arzon emas, lekin 1 kun 2 kun stokka turib beradi. Uchinchi variantimiz 020, qadimdan mashhur bo'lgan 020 atirimiz. Buni hamma hidini ham biladi. Stokligi buniki ham 1 kun 2 kun bo'ladi. Xo'p, keyin jenskiy variantiga o'tadigan bo'lsak, jenskiyda birinchi o'rinda Nom firmasi, hozirda trendda bo'lgan Nom firmasining oq varianti, qorasi Morskoy bo'ladi. Bu oq varianti. Buni ham hidi zo'r bo'ladi, nam havoga yozilgan bo'ladi. Keyin ikkinchi variantimiz Pink Dress. Bu sal o'tkirroq hidi, lekin bahor mavsumiga o'ta zo'r tushadi. Yozga deyolmayman, bahorga zo'r tushadi. Keyin uchinchi variantimiz, hop, buni Sweet Life deyiladi. Bu pushti o'zidan ajoyib hid keltiradigan indiska atir bo'ladi bu. Buni ham hidi 2 kun, 1 kun stokligi yaxshi. Va 4-chi variantda Evin firmani Today sariq variantini hamma bilardi. Bu qishki variant bo'ladi sarig'i. Hozir bu yashil varianti bahor va yozga stokligi 3 kun, uzog'i 2 kun, 3 kun turadi. Bu atirlarimizdan boshqa bizda assortimentlarimiz juda ko'p. Xohlasani har xil variantlarni o'zingiz tanlab olishingiz, yo bo'lmasam pochta orqali chizib yuborishimiz mumkin. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, direktdan yo bo'lmasam kommentariyaga plus belgisini qoldirib ketishinglar mumkin. Videoga like bosish esdan chiqmasin.